O'sha aynan tog'ma-tog' yuradigan, kerak bo'lsa bortiga bu narsalar o'rnatib olinadigan legendarniy eng joni qattiq kuzovlardan biri bo'ladi. Qo'shimchasiga dizelli motor bo'lganligi uchun Newton metri ham kam bo'lmaydi va u motor kuchli ishlashiga sababchi bo'ladi. To'g'ri, bu avtomobilni bilmagan odam Xitoyga qaysidir misol uchun modelni olaman deyishi mumkin, lekin bu avtomobilning mazasini sezgan odam hech qaysi Xitoy avtomobiliga katta ehtimol bilan aralashtirmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Xitoyga eng baland opsiyasini olgan bo'larmidingiz off-roadga yoki 79-legendarniy kuzovini? Avtomobilni qadrini va sifatini oshiradigan unsurlardan bittasi uni g'ildiraklari Bridgestone o'rnatilgan haqiqiy yapon brendi R16. Bu haqiqatdan tog'u toshlarga ayni muddao bo'ladigan g'ildiraklardan bittasidir. Mashinaning o'zini misoli mexanika va qo'shimchasiga korobkasi ham mexanikada bo'ladi. Menimcha Toyota ishqibozlarining eng ashaddiy muxlisi ham buni qarangda 79-seriyani ko'rmagan bo'lsa kerak. To'q yashil, qo'shimchasiga gruntoviy ham qilingan. Bu eng bazaviy, eng narxi zo'r chiqadigan komplektatsiyalardan biri bo'ladi, lekin qo'shimchasiga shnorka ham o'rnatilgan va qo'shimchasiga paroklari ham bor, встроенный. Narxi 53.000 AQSh dollar atrofida chiqadi, bor yo'g'i va komplektatsiyadan kelib chiqqan holatda narxlari o'zgaradi albatta. Agar sizga ham har qanday pikaplarning turlari, modellari va modifikatsiyalari qiziq bo'lsa, Telegram kanalimiz orqali ham buyurtma versiyalar bo'ladi. Albatta, Telegram kanalimiz katalog sifatida ham qo'llansa bo'ladi. Batafsil ma'lumot, ranglari, rasmlari, bojxona to'lovlari va narxlari bilan yoritib boriladi. Havola profilning yuqori qismida.